Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Siz hozir Iqro liderlari o'quv markazi o'quvchilari bilan tayyorlangan maxsus videoni tomosha qilyapsiz. Nega aynan shu markaz? Nimalar o'rgandik? Qanday imkoniyatlar bor? Keling, bu savollarga javobni o'quvchilardan o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nima uchun Iqro liderlarini tanlagansiz? Chunki bu yerda qonun qoidalar juda ham tartibli va o'quvchilar nazoratga olishadi. Shu sababli o'quvchilar yaxshi natijalar ko'rsatishadi. Rahmat. Agar bizning o'quv markazimiz haqida bir so'z bilan ta'rif berganda nima degan bo'lardingiz? Endi bir so'z bilan ta'rif berishga endi so'zlar ojiz qiladi. Shuning uchun inglizcha aytib qo'ygan Mayli, bo'lsak, aytib qo'ying. the reason why I'm here desam bo'ladi. Chunki men nima uchun bu yerdaman? Men bu yerdaligim sababi yaxshi o'qishni ta'minlash, ya'ni malakali ustozlardan yaxshi tahsil olish. The reason why I'm here. Thank you. Bizning o'quv markazimizning eng yoqqan jihati nima sizga? O'quv markazimizni eng yaxshi jihatlari bu kurslarning hamyomonligi va samarali va natijali ustozlar. Rahmat. When you come here first, what did you feel? Can you share your experience? I feel stressed because I'm new this times, so I'm on temperature, on stress at that times. That's it. Okay, thank you. Agarda birorta do'stingiz bu o'quv markazi haqida so'rasa, tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Ha, chunki bu o'quv markazida sharoitlar juda ham zo'r hamda o'ziga bo'lgan intilishini juda ham orttiradi. Masalan, bu yerda men kelgan vaqtim speakingim yo'q edi va o'zimga intilish umuman yo'q edi. Hozir hamma narsam o'z joyida, normal holatda va bu yerning ustozlari ham tajribali va malakali. Rahmat. Bu yerda o'rganayotgan narsalaringiz sizga qanday foyda bermoqda? Listening kuchayadi, reading, keyin writing skilllaringiz oshib boraveradi. Rahmat. Bu o'quv markazi boshqa o'quv markaziga nisbatan ustunlik, afzallik sifatlari nima deb o'ylaysiz? Bu o'quv markazida tajribali va malakali ustozlar dars beradi. Bu yerda siz hamma fandan tahsil olsangiz bo'ladi va bu yerni shaharni markazda joylashgani eng katta qulayligi bo'ladi.